Yadro reaksiyalariga doir navbatdagi savol. Xo'p, 68-savol ekan. 68-savol. Xo'sh, demak, 68-savolda uranning A izotopi yemirilishdan radon B izotopi plus X da alfa, Y da elektron hosil bo'ldi. Yadro reaksiyasidan 47.6 milligram uran yemirilishidan hosil bo'lgan elektronlar soni aniqlang. A ga X ni qo'shadigan bo'lsak 240, X dan Y ni ayirsak esa 2 chiqishi kerak. Bu yadro reaksiyasini xuddi shunday aytganimizdek matematik tenglama usulida ishlaymiz. Xo'sh, demak, yadro reaksiyasini yozib olamiz. Uran massasi A, zaryadi har doimgidek 92. Xo'p, unda yemirildi. Radon hosil bo'ldi, massasi 86. Zaryad 86, massasi B. Plus undan hosil bo'ldi X da 4 ga 2 bo'lgan alfa zarracha plus Y da 0 ga minus 1 bo'lgan elektron hosil bo'ldi. Elektron bunday tarzda ham yozish mumkin. Xo'sh, endi bizda ma'lumotlardan foydalanamiz. Mana bu ma'lumotlardan A plus X ma'lumotdan bu ma'lumotlardan foydalanamiz. Bu ma'lumotlardan foydalanishdan oldin xo'p, mana bu yerdagi qiymatlardan yuqoriga massa, pastki zaryadlar tenglashtirish qoidasidan ishlatamiz. Xo'p, keling mana bu yerga bu ma'lumotlarni yozib qo'yaylik. Ya'ni ishlatamiz. Xo'p, A plus X teng bo'ladi 242 ga. Xo'p, keyingisi esa X dan Y ni ayiradigan bo'lsak 2 chiqishi kerak. Xo'p, endi tenglamada oladigan bo'lsak A teng B plus 4X. Xo'p, bu tenglama bo'ldi. Endi pastki qismini tenglashtirsak 92 teng 86 qo'shilgan 2x ayrilgan y. Endi mana bu holatga sistema shakliga keltirdik. Endi buni biz sal soddalashtirish mumkin. Bu degani 92, shu 92 ni yozmaymiz. 92 dan 86 ni ayiramiz. Xo'p, 6 bu degani 2x dan y ni ayiradigan bo'lsak, bizga 6 kelib chiqish kerak. Xo'p, endi mana shu tenglamani bu tenglama bilan birlashtiramiz. Ya'ni, xo'p, x dan ayiradigan bo'lsak, y ni teng bo'ladi bizga 2. 2x dan ayiradigan bo'lsak, y ni teng bo'ladi. Xo'p, 6 bo'ladi. Xo'sh, endi bu yerdan qanaqa qilib ishlashimiz mumkin? Buni ishlash uchun mana bu yerda xo'p 2x yo y da topish mumkin. Demak, 2x yo y topish uchun demak bu yerdan foydalanamiz. Mana bu yerda minus 1 ga ko'paytirish mumkin yoki buni 2 ga ko'paytirish mumkin. 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, kelib chiqadi bu yerda 2x. 2x kelib chiqadi. 2x bilan x lar qisqaradi. Bu yerda 2y va y. 2y, y bo'ladigan bo'lsak, bu yerdan topamiz. Demak, 2y ga y qo'shsak 3y ga aylanadi. Teng 2 kere 2 4. Demak, 4 ga qo'shadigan bo'lsak, 6 ni 10 bo'lib qoladi. Shunda bu yerda sal son xato chiqib qoladi. Tenglama, oddiy tenglama. Tenglama holiga keldi. Yoki mana bunday qilaylik. Minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, y'lar bittasi plusga aylanadi. Qo'shib yuborsak, xo'p, bu yerdan 2x, bu minus 2x. Bu yerda x teng chiqadi. Xo'p, bu minus 2 bo'ladi. Bu 6. Demak, bu yerdan 4 kelib chiqar ekan. 2x, x teng 4. X teng 4 bo'ladigan bo'lsak, 4 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 2 kelib chiqadi. Bu degani y ning qiymati esa 2 ga teng bo'ladi degan. Xo'p, y ning qiymati 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, xo'p, uranning massasini topib olish uchun 242 dan ayiramiz. X ning qiymati 4 ni. 4 ni ayirsak 238 kelib chiqadi. 238 demak bu uranning nisbiy
atom massasi 238. Endi shartni bajaramiz. Sharti qanaqa bo'ldi? Qancha elektron hosil bo'ladi? Demak, 238 mingidan hosil bo'lyapti bizga elektronlar soni. Bunday yozib olaylik, mana bu yerga elektronlar soni. X lar aniq-ku. Shuning uchun x va y yozaveramiz. X'imiz teng 4 ga, y'imiz teng 2 ga. Demak, bizga bu yerda hosil bo'lyapti ekan 2 ta elektron. 2 ta degandan ko'ra 2 ta mol, 2 mol deganimiz ifoda to'g'riroq keladi. Xo'p, bizda endi 47.6. Demak, 47.6 ni ko'paytiramiz 2 ga, bo'lamiz 238 mingga. Xo'p, bu yerdan chiqadi 0.10 mingdan 4. Mana bu elektron son. Endi bu avogadro soni ko'paytiramiz. 0.004 ni ko'paytiramiz 6.2 10 darajasi 23 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak, bunda kelib chiqadi bizga. Xo'sh, 24.08 10 darajasida 19. Ya'ni 4 ta 0, bu yerda 4 ta 0 kamaytirish beradi. Demak, to'g'ri javobimiz D javob to'g'ri javob bo'ladi.